Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 12-oktyabr, hafta kuniga yakshanba. Mana bugun Nog'orasi Surxondaryo viloyati Boysun tumani markazida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Mana bozordagi sog'lom sigirlar, boqma o'tkizlar, urg'och tanlar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Telegram gruppamiz bor. Surxon Boysun chorva Telegram gruppamizga qo'shilib, bemalol uyda o'tirib chorva mollaringizni oldi sotisini amalga oshirishlaringiz mumkin. Mana 18 million so'mga baraka bo'pti mana buzoqli sigir. Bolasi urg'ochi buzoq. Hurmatli obunachilar, mana buzoqli sigir so'raganlarga aka nech pul bo'lib qoldi bu? 20 million so'm bo'ldi, ha? 20 million so'm bo'ldi mana. Bolasi ho'kizcha bola mana, katta bo'lib qolgan ekan. Aka nech pul bo'lib qoldi ekan bu buzoqli sigirlar? 25 million so'm savdo bo'ldi, ha? Bolasi urg'ochimi? Bolasi urg'och ekan mana. Aka sigir nech pul bo'lyapti? Qani egasi aka buni? O aka nech pul bo'lyapti sigir? Savdosi? 30 million bo'ldimi? 30 million bo'ldi, bermadi. 30 million so'm savdo bo'libdi. Bolasi urg'och, ha? Urg'och bola. Siz nech pul baho qo'yasiz aka? Qancha deysiz? Ha, 30 milliondan chiqsa bo'lar ekan mana. Ana buzoqli sigir 17 million so'm savdo bo'libdi. Bolasi ho'kizcha urg'ochi? Ho'kizcha bolasi. Siz nech pul baho qo'yasiz bu? 20. 20 million so'm baho qo'yilayotgan ekan, 17 million so'm savdo bo'ldi. Mana buzoqli sigir bolasi ho'kizcha ekan. Nech pul bo'lyapti aka? 15 million so'm savdo bo'layotgan ekan. Siz nech pul baho qo'yasiz? 20 million so'm baho qo'yilayotgan ekan. Bo'lyapti ular? 5 million euro savdo baraka. Nech pul? 5 million euro bana. 5 million 100. Ha, bu kichkinasi 5 million 100 savdo bo'lyapti. Baraka de. Baraka de. Buzoqcha deyapti urg'och, ha? 5 million 100 ming savdo. Bu-chi bu? Baraka de. 12 baho. Qaysi kanal bu aka? Boysun baraka aka. Boysun baraka. Yo'qmi? Urg'ochmi? Ha aka, urg'och tanami? Nech pul savdo bo'ldi? Savdo bo'lmadi. Urg'och tanalar nech pul ekan aka? Urg'och tanalar nech pul ekan? Ha? 10 million. 10 million so'mdan baho qo'yilgan ekan. 7,5. 7 million 500 ming savdo bo'ldi. Bu tana nech pul bo'ldi? Ha? 11 million so'm savdo bo'ldi. Siz nech pul baho qo'yasiz? 13 million so'm baho qo'yilgan ekan. Siz mana ho'kizni reklama qiling. Mana nech pul ekan reklamadagi ho'kiz aka? 23,5 million bo'lyapti. 23 million 500 ming savdo bo'ldi. Bahosi nech pul uni? Bahosi 30 million. Bahosi 30 million. 30 million baho qo'yilgan ekan. Yoshi qanday aka bu? Yoshi birga to'lmagan. Mana birga to'lmagan. Assalomu alaykum. Ho'kiz nech pul bo'lib qoldi aka? 36 million so'm men so'rayapman. 36 million so'm savdo bo'libdi. Aka nech pul baho qo'yasiz? 45 deyapman. 45 million so'm baho qo'yilgan ekan. 2ga chiqqan bu. 2ga chiqqan bo'lagan. O'g'aman o'g'il. Baraka. Aka qishdan bir narsa o'tib beraman aka. Aka 36 so'rayapti dedingizmi? 36 savdo bo'lyapti, qishdan bir narsa o'tib beraman. 36 million so'm savdo bo'layotgan ekan. Ho'kiz ekan. Urg'ochi bog'ilgan sigir. Nech kilo chiqdi aka? 293. 293 kilo. Nech puldan? Taroziga 55 ming so'mdan baraka bo'libdi mana. Semiz sigir. Pul ekan aka? 28 million deyapsizmi? Savdoshi? Savdosi 22 million 700 ming so'm bo'libdi. 2 yoshga to'lmagan ho'kiz mana. Hop, bog'ishga.
Ha. Ve şuma Bro deng. Bu neç pul ekan aka? 15 million so'm baho qo'ylyapti. Savdochi aka. 12 million 500 ming savdo qildi. Aka nech pul qoldi bu ho'kizcha? 21 baho qo'ydik. Savdochi 18,5. 21 million so'm baho qo'yilibdi, 18 million 500 ming savdo bo'ldi. Bu ho'kiz nech pul qoldi aka? 15 million 500 ming savdo bo'ldi. 15,5 million so'm savdo bo'ldi. Bular necha aka? Ikkalasi 30 million so'm savdo bo'ldi. Aka bu nech pul qoldi? 8,5 savdo bo'ldi. 18,5? 18 million 500 ming savdo bo'ldi. Siz nech pul baho qo'yasiz aka? 22 million baho qo'yilgan ekan. Bo'ylari ana 1.30 atrofida. Bu nech pul qoldi aka ho'kizchalar? Nechidan? 8 million 500 ming so'mdan savdo bo'ldi. Baho nech pul qo'yasiz aka? 10 million so'mdan baho qo'yilayotgan ekan, 8,5 dan savdo bo'ldi. Yosh ho'kizchalar. 17 million so'm baho qo'yilayotgan ekan. Bu ho'kiz kimdan ekan aka? Meni aka. Necha pul qoldi bu ho'kizmi? 19 bo'lyapti aka. Ha? Sho'qlaydigan o'tyapti. 19 million so'm baho qo'yilyapti, ha? Savdo bo'lyaptimi? Yo'q, so'radi. Ha. Ha, savdosi shu, ha? Boysun bor aka. Obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram gruppamiz ham bor. Surxon Boysun chorva. Obuna bo'lib qo'yib, bemalol uyda o'tirib, oldi-sotini amalga oshirishlaringiz mumkin. Aka nech pul ekan bu o'qishlarning narxi aka? Qaysilar aka? Aytavering mana. Ularni 17,5 dan deyapmiz aka. Aha. Ularni 15 dan deyapmiz. Mana 17 million 500 mingdan 15,5 million so'mgacha mana bor ekan bu yerda o'qishlar. Boqma o'qizlar. Mana shu ho'kiz 14 million 800 ming so'm savdo bo'lyapti. 14 million 800 ming savdosi. Aka nech pul qo'yapsiz? Nech pul bahosi? 20 dedi. 18 dan dedi. 18 million baho qo'yilgan ekan. 14 million 800 ming so'm savdo bo'ldi. Aka bering. Bu necha pul qoldi aka bu? 12 deyapti, 7 so'rashdi. 12 million so'm baho qo'yilgan ekan, 7 million so'm savdo bo'ldi. Boqsa boqal bo'lsa ariq qiladi. Mana urg'ochi buzoq nech pulga? Urg'ochi buzoqcha mana 4 million 200 mingga baraka bo'ldi. Zafaran aka qolnikay. 4 million 200 ming. Bu. O'n deyapsiz? O'qishchimi? Savdo nech pul bo'ldi? 9 million so'm savdo bo'ldi. Mana o'qishcha buzoq. Bu o'qishcha ketdimi aka bu? Ha, bu ketdi. Nech pulga? 10 million. Mana 10 million so'mga baraka bo'ldi mana. O'qishcha buzoq. Baroda. Paroda ekan, paroda.